Pensiya to'g'risida muhim ma'lumot. Assalomu alaykum. Omonmisiz qadrdon muxlis? Sizlarni Oyna jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman, shodman. Azizlar, iltimos kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi, xolos. Qani biz unda boshladik. Pensiya to'g'risida muhim ma'lumot. Ogohlik. Pensiya jamg'armasi xabar berishicha, O'zbekistonda pensiya miqdorini oshirib berishni va'da qilib, telefon orqali shaxsiy ma'lumotlar, pasport karta raqami, SMS kodini talab qiluvchi firibgarlar ko'paydi. Pensiya jamg'armasi xodimlari telefondan ma'lumot so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa 1271 yoki 102 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Karta ma'lumotlarini aslo bermang. Firibgarlarning asosiy nayranglari: pensiya oshiriladi, keyingi oydan pensiya oshadi deyishadi. Ma'lumotlarni yangilash, karta yoki pasport ma'lumotlarini so'rashadi. SMS kodni ayting, telefonga kelgan kodni so'rab kartadan pul o'g'irlashadi. Qo'rqitish: ma'lumot bermasangiz pensiyangiz oshmaydi yoki to'xtatiladi deb vahima qilishadi. O'zingizni qanday himoya qilish kerak? Hech kimga aytmang. Bank kartasining maxfiy raqamlari, PIN kod, SMS kodni begonaga bermang. Tekshiring, pensiya bilan bog'liq masalalar faqat pensiya jamg'armasining tuman bo'limlarida hal etiladi. Ishonch telefonlari shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol 1271 pensiya jamg'armasi yoki 102 ichki ishlar bo'limi raqamlariga murojaat qiling. Azizlar, ogohlik davr talabi. Shunday ekan, bu videoni kengroq tarqatamiz.